2025-yil 1-noyabr Farg'onalik bog'bon zakazlarni berishdi. Boshladi do'stlar, vishniyaga ulangan, tepasi nimba degan namimizni bitta akamiz zakaz qilib qo'ygan edi. Xudo xolasa akamizga ko'chatlarni ko'chirishdi. Boshladi, yer tayyor bo'libdi. Bakin to'kdi gilos ko'chatlarimiz. Xudo xolasa ana bugundan ko'chirib zakazlarni berishni boshladik. Hozir men sizlarga tomirlarni ko'rsataman. Xudo xolasa tomirlar ham juda zo'r holatda chiqyapti. Mana so'ruvchilar juda ko'p. Payvanddagi vishniyaga bo'lgan, tepasi nimba degan navi do'stlar. Xudo xolasa zakaz qilganlar bizga bo'lsa, yerlarini tayyor qilib, keyin kelaverasizlar. O'rnida svejiy ko'chirib yetkazib beraman. Mana do'stlar, mana ular mevasi ular. Yaqinroq kelib ko'rsating. Mana shular mevasi bo'ladi mana. Ikkitalik gurt-gurtlar, mana shu meva. Birinchi yil xudo xolasa nishonasini ko'radi akamiz. 2 yil qilgan mehnatimiz xudo xolasa mana yaxshi holatda qilib yetkazdik. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, bog'dorchilikmi, chorvachilikmi, tadbirkorlikmi, qaysi sohaga mehr qo'yilsa, xudo xolasa zo'r natijaga erishayotgansizlar. Sababi mana biz ham qaradik, ko'chatlarimiz holati zo'r. 1 litrli usulda tayyorlaganmiz. Bu bo'yni kerak emas, faqat mana shu ekkandan keyin qirg'ida kesib olinadi. Bo'ldi, bag'i ahamiyatsiz. Sog' bo'lasizlar. Videoni gilosga qiziqqanlarga jo'natib beramiz. Gilosdan boq qilmoqchi bo'lganlarga ko'chatimiz bor. Oz qoldi.